insultni dastlabki 4 ta belgisi bo'lsa, albatta 4 soat ichida shifoxonaga borishingiz shart. Agar bu holat kechikadigan bo'lsa, siz nogiron bo'lib qolishingiz mumkin. Kelinglar, hozir shu haqida gaplashamiz. Men vrach-nevrolog Husniddin Sattorov Amir Quluvich, 7 yillik tajribaga ega. Xo'p. Hozir mana shu 4 ta asosiy belgilar, dastlabki insultning asosiy belgilari haqida gaplashamiz. Bu holatda nima bo'ladi? Qancha tez yechim, ya'ni diagnostika qilinsa, shuncha natija yaxshi bo'ladi. Xo'p, oxirgi paytlarda yosh insonlarni insult bo'layotganini juda ham ko'p guvohi bo'lib turibmiz. Hamma o'sha blog yurituvchi, ijtimoiy tarmoqlarda faol insonlar hamma targ'ib qilib yotibdi. Uyqu rejimi, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish. Lekin ko'pchilik yoshlar bu narsaga juda ham yengil qarashayotganini kommentariyalarda ko'rib turibmiz. Albatta bunga jiddiy qabul qilganingiz va jiddiy e'tibor qaratganingiz ma'qulroq deb o'ylayman. Sababi mana shu yoshlarni konkret bir tartibi yo'q. Aytgancha, hurmatli ota-onalar, ko'proq bizni o'sha negativ fikr yoki bo'lmasa sog'lig'iga yengil qarayotgan asosan o'smir yoshlar kommentariyalarda fikr qoldiribdi, lekin men ularni ota-onasiga murojaat qilmoqchiman. Azizlar, farzandingizni mana shu narsalardan jiddiyroq bo'lishiga, jiddiyroq yondashuvga kelishini talab qilib qoling. Sababi oxirgi paytlarda mana shu 20-30 yosh oralig'idagi uyqusi betartib, doimiy energetik ichuvchilar, kam harakat, ovqatlanish umuman rejimi yo'q bo'lgan insonlarda insult kasallik xavfi bir necha karraga oshib ketdi. Bu butun dunyo bo'yicha muammo bo'lib turibdi. Lekin mana shu yoshlarimiz yuzaki qaraganligini ko'p ko'ryapmiz. Ularga esa yakka-yagona ota-ona ta'sir ko'rsata oladi. Biz esa ijtimoiy tarmoqlarda buni targ'ib qilamiz, lekin qanchadir foizi, juda kam foizi buni qabul qilishadi, lekin juda ham kam. Ota-onalar ta'sir ko'rsatsa, bunda to'g'ri qabul qilish va unga amal qilish ehtimolligi juda ham yuqori. Xo'p, endi mavzumizga qaytsak, insultning dastlabki belgilari o'zi ingliz adabiyotlarida fast tushunchasi bor. Bu bizda o'zbek tilida tez degan, ya'ni qancha tez diagnostika qilinsa, shuncha insonni o'lim xavfi pasayadi va ertaga ishga tiklanish qobiliyati shuncha yuqorilashadi. Birinchisi bu fast, ya'ni face. Yuzda bemorning yuzida asimetriya ko'rdingizmi? Ya'ni yuzida qiyshaysh, og'izda osilish, og'izdan narsa tushish holatlari, suv tushib ketish holatlari kuzatildi. Ikkinchisi, qo'lni shundoq tutganda qo'lda kuchini ikki xilligi, ya'ni arm deydi bu narsani, qo'lni kuchini bir tomonda pastligi, ya'ni asimetriya borligi bu insultning ikkinchi belgisi hisoblanadi. AS speech, ya'ni bu gapirishda duduqlanish holatlari dizartriya deydi. Agarda shunaqa rechiviy narusheniylar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu insultning belgisi bo'lishi mumkin. To'rtinchisi esa bu time. 4 soat ichida tibbiy yordam chaqirib, shifoxonaga yetkazilib, to'g'ri diagnoz qo'yilib, to'g'ri taktika qilinsa, insonni o'lish ehtimolligi 90% yaxshi tomonga va ertaga ishga tiklanish qobiliyati ham 99% holatda saqlanib qoladi. Agar undan kechikdi, inson miyasi kislorodga bo'lgan chidamligi tugaydi va nerv to'qimalari o'ladi va chandiqlanib, o'lim xavfini bir necha karraga oshirib yuborishi mumkin. Shuning uchun bu holatni har bitta oilada insonlar, o'zi har bitta inson bilish kerak bo'lgan asosiy mana shu 4 ta belgini nazorat qilishimiz kerak bo'ladi. O'zi bu holatda asosiy faktorlar mana shu qon bosimining yuqoriligi, qandli diabet, energetiklar doim iste'mol qilish, uyqu rejimi yo'qligi, jismoniy faollik yo'qligi, ovqat ratsionining normada emasligi mana shu kasallikning asosiy sababchilaridan hisoblanadi. Shuning uchun aziz ota-onalar yoki bo'lmasa yosh ukalar, opalar, singillar, albatta bu videoni mana shunaqa betartib hayot kechirayotgan tanishingizga, qarindoshlik gruppasiga va boshqalarga jo'natib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz.